Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Menimcha, qotildir jamiki odam. Jabrlanuvchi o'lgan ko'ngillar. Kirgan qilmishidan afsuslanish yo'q, go'yoki rozidek ko'ngillari to'q. Bitta inson qalbin nogiron qilib yurarlar. Bearmon, jilmayib, kulib. Chunki uni ham hissi yo'qolgan. Uning qalbini ham kimdir qotili, ko'ngli o'lib, tana sog' qolgan. Tepsang tebranmaydi tosh qotgan dili. Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Aytaymi? Nega bu qonun chiqmaydi? Chiqsa, ozodlikda hech kim qolmaydi.